Lekin hammaga bu Parisien jilo kompleksida joylashgan 4 xonali kvartiramiz video obzori. Qisqacha ko'rsatib o'taman. Kirib kelishimiz bilan mana shunaqangi katta koridorda prixoja qilingan. Har bitta xonalari alohida, oshxonasi, 3 ta spalnisi, ya'ni 4 xonali kvartiramiz umumiy 127 kvadrat metrdan iborat. Oshxonalarni ham qaranglar, kengina, hamma texnikalari bor. Bosh texnikalar qo'yilgan, har bitta xonalarda o'zini konditsionerlari bor. Bu planirovkasi skvoznoy planirovka, teplый polli qilingan. Tak, skvoznoy planirovka, oynalar ikki tomonga qarab chiqadi. Kelinglar, zalini ham ko'rsatib o'taman. Har bitta mebel texnikalari alohida e'tibor bilan qilingan, juda ham premium sifatda turibdi. Mana bu chagalarni ham qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan remontimiz. Aytib o'tganimdek, bosh texnikalar hamma joyda. Tak, stol, stullar, mana mehmon kutish uchun alohida zalimiz, o'zingiz o'tirishingiz uchun mana shunaqa искусственный kamillar ham qilingan. Xo'p, bizda yana detskiyimiz bor. Ikkita kattalar uchun yotoqxona. Bu tomondan boshlaylik. Asosiy yotoqxonamiz bu master bedroom. Albatta o'zini ichida sanuzellari ham joylashgan. Mana bu mebellarini qaranglar, juda ham chiroyli chiqqan. Juda ham sifat bilan qilingan, premium darajadagi mana shunaqa aksessuarlar qo'yib qo'yadigan joylari bilan juda ham zo'r chiqqan kvartiramiz. Kvartira yangi, hali hech kim turmagan. Tak, sanuzelni ham ko'rsatib o'taman. Dushovoylar qilingan. Bunaqa smart unitazlar o'rnatilgan. Golden House kompaniyasi tomonidan qurib bitkazilgan Parisien loyihasida 4-qavatdagi 4 xonali kvartiramiz. Yashash uchun xullas tayyor kvartira. Kiyim-kechaklarni olib kirib yashab bersangiz bo'ldi. Mana bu yerda o'zining detskiylari bor. Ikkita yotoq qilingan, albatta o'zining shkafchiklari ham joylashtirilgan. Kvartiramiz katta oila uchun ideal tanlov. Bu umumiy sanuzeli. Albatta vannali, mana smart unitazlar ishlab ketdi o'zi. Qaranglar, juda ham e'tibor bilan, sifat bilan, estetika bilan qilishgan nozik didli mijozlarimiz uchun zo'r tanlov. Pastda opisaniyada to'liq ma'lumot